Ben yeni kelime! Biz yaxshi tush mamlakatiga qaytib keldik. Efendim, siz tush yasaganda boshqacha xuruj ishlatganmi? Yo'q, Lofus, bu material necha ming yillardan beri nurg'un sinovlardan o'tgan, ham o'zgartirilgan. Bu yaxshi tush yasab chiqa oladi. Navoda yaxshi xuruj uchrab qolsa, uni ishlatasizmi? Buningga diqqat qilish kerak. Ishlayotganligim bilan bo'lmaydi. Bo'lmasa tushdan chatoq chiqadi. Navoda yaxshi xuruj uchrab qolsa-chi? Buningda astoydil bo'lishga to'g'ri keladi. Shaylarning tashqi qiyofatiga qarab ish qilib bo'lmaydi. Opik! Qayerdasan? Men alileri, buyruqlarga tayyorman. Podsho alileri, hushyorlikni yo'qotib qo'yishga bo'lmaydi-da. Sen bu qafasda nima qilasan? Men bu kashfiyat ustida oxirgi qitimlab pishiqlash beryapman. Podsho alileri, buni temir qush deymiz. Buni o'zaliyati deb, o buyrug'imga hargiz bo'yin tog'liq qilmaydi. Shundaq. Sen vaqtni isrof qilib, yo'qlang bir narsalarni yasab o'ltadingmi, Opik? Yo'qlang narsa emas o. Podsho alileri, bu qo'sh mening yig'ida yozgan maxfiy quralim. Sizlarga bir iltimos. Menga fursat bersizlar, buni ishlatib boqay, ko'rib boqsizlar. Shartim shu, ular chiqsin, ular ko'sa, bo'lmaydi. Chiqish! Hammang chiqish! Başla! Mana hozir podsho alileri, hozirla boshlayman. Sizlarga cho'qim yaraydi. Bu sen ovozni qo'rqmay menga anglatdingmi? Opik! Gaplari o'rinli alileri, sizlar nayt tadbirli jodigar. Shunga bundaq nafs naqshini yoqtirmaydilar. Cho'qim yoqtirmaydilar. Menga katta yoqmadi. Lekin navoda aql kishilar anglasa, cho'qim bo'lib ketadi. Bo'ldi qil. Buni faqat yaxshi tush mamlakatining odamlari yoqtirib anglaydi. Podsho alileri, buni cho'qim. Bu ularga yoqadi. Ular uni cho'qim o'qirning qishiga akirdi. Bu shu fursatdan foydalanib tushishini chiqibdi. Bu aplashtirala bu. Aplashtirdi. Men uningga bu tartibni kirgizdim. Biz yangi bir qurol bilan xatarlik bir vazifani o'rinda qilib boramiz. Berishni xohlamaydiganlar bo'lsa, bir qadam oldiga chiqinglar. Boshlandi. Sen qol, uzun tura. Sen qol, tatak. Nimishqa doim bizni levatsiz. U endi tushunib qolgandek qiladi. Biz bo'lmasak vazifani o'rinda olmaydi. Tez beringlar, vaqtni ching tutib, orduq og'a tayyorlik qilinglar. Buninglar. Ahvol yaxshi emasdek qiladi. Rosti bexatar. Yodinglarda bo'lsin, obdan uxlab olinglar. Yangi Qur'onni ibbarislar davasida ko'zimiz qanday uyquga boradi. Bizni faqat o'ylabmi qo'ymaydi. Yangi qurol jazma Opikning tajribasida ko'rib kelsak ko'nglimiz uzib tushamikin tong. Izdig'i tushishini atayin, lekin ko'rib kelsakmi bo'ladi. Diqqat qil. Nima? Men emas, o'zing diqqat qilmasangchi. Ben yeni kural ko'rmadim. Sen-chi? Bu yer qo'ymabdi. Boshqa bir joyga qo'yib qo'ygan o'xshaydi. Qara, bu nima? Diqqat qil, portlab ketmasin. Yoshiroq. Ajab larzan sayraydi ekan. Bek yaxshi sayraydi ekan. Rost, bek mungluq sayraydi ekan. Nima degan mungluq? Bu ovoz yurakni larzaga soladi ekan. Bu bizni tabiat dunyosining qo'yniga ishtiryapti-ku. Qush bilan birga yashsak, ularning sayrashlarini anglab kun o'tkazsak. Meni bu ovoz o'ziga butunlay maftun qilib oldi. Uzun tura bo'ldi. O'rmonga kirib bu qushning ovozini anglab kun o'tkazaylik. Xo'sh, rahimsiz dunyo.
O'rningda turish, o'rningda turishi. Fidoyi, uzun turavlar patak oldiga chiqinglar. Do'g'ri serjant, ular o'g'irlashib qochib ketdi. Ketdi. Bu bozg'unchilik, bu planimni buzganlik. Men aslida bu bulardan gumonlab yurgan. Harakatlari gumonliq taqib turibdi. Yugursam menga muvafiq kelmagida. Saranglik qilma, Opek. Ularning uyqusi kelmagachga, atdigandilar yugurgili chiqib ketdi ekan, tong. Mundaq ular meni temir qushimni o'g'irlab ketdi. Cho'qim transport mashinasida qochib ketdi. O'g'irlar, bozg'unchilar, o'g'irlar. Bozg'unchilar. Nertor Opek. Bu yerning ishini o'zim qilaman. Shubhasizki, buning ichida cho'qim bir masala bor. Meni temir qushimni tepdi, birovik. Hozirli tepdi. Qaraganda bugungi vazifamizni baldırla tübütüdüğen o'xshaymiz. Poter keyingi qadamda qanday qilsak bo'lar? Soatim qani. Mayadikanda. Uxlaydigan vaqt bo'pti. Bu o'rnaштырыш nima degan yaxshi? Mashq vaqt jadvalining foydasi bormi ekan? Siz uxlab oling, biz sagidab kirayli efendim. Sizni avaqimiz yo'q. Poternimi ağaç chiqayli. Sayla, uningga foydali. Jira, o'rinliq qilmay. Uning chiqisi yo'q deb qiladi. Sizlar bilan chiqisi yo'q ekan, atgandan beri bak charchab qoldi. Siz ketgandan keyin cho'qim pushaymon qilasan, Poter. Qochib ketganimizni bilib qolarmi? Uloq deb qo'ysak o'ptikan. Bu nima degan yaxshi turmush? Tabiat dunyosi yashash nima degan rohat, Güllər arasida o'ltirib qushning sayrishini anglashga ularmi kelamdi texi, Mishkon buyrug'im bu quloq silish. Diqqat, yugurapmash. 1 2 suratni tezlanglar. Yaxshimsiz serjant. Siz bilan ko'rishganimga intayin xursandman. To'liq qotildimi? O'tganda degan gapim yodinglarda bo'lsin. Diqqat. Biz harbiy buyrug'ingizni endi anglamaymiz. Hozir biz tabiatga mansub. Nimaga? Anglang serjant. Men sizlarni sal chog'labdiman, yigitlar. Sizlardan so'rab faqay, bu ozod uyinglarga tabiatning yana bir o'g'li. Sig'amo, Birovishni yolg'iz avatmagan boqishgan. Bu temir qushimni bir akilamaydi. Bu yerda bir ish qolsa, o'zim qatdan yetishaman. Po'raklab ichilgan gullar, degan chiroyliq. Bu yerda qushning sayrishini anglamasimi kishi o'xshashli azad yashay oladi. Hammalar to'g'rilik erish kerak. Xuddi bizga o'xshash. Temir qushni qo'yib o'taylik. Picha. Anglig'im. Serjant! Oğlum ne? Nima degan yaqinliq sayrash? Tush yasaganda bu qushning ovozini qurish qilib aralashtirmasak bo'g'idek. Rost deysan, biroq tush bo'va yangi shaylarni jazman sinoqdan o'tkazmay bo'lmaydi degan. Avval uni opirib qo'yli. Men sizga qancharat degandiman serjant. Buni bizdan ko'mang deb. Bu qush bizni o'ziga ram qilib oldi, serjant. Shuni bilib qilishinglarni umid qilaman. Meni g'aflatga qo'ygan sizlar. Buni bizni ko'mang serjant. Qayerda o? Meni chiroyli qushim qani? Qafas quruq turadigan uni sizlar qo'yib etibsizlar-da. U noqi bilan elisha buni. O'zim topmasam bo'lmadi. Bu ikki kimdak u qushimni to'lib qamsilib oladi. Uni tush bo'yiga opirib berdi. U qapoq boshlar. Qapoq boshlar. Naqay pala, qapoq boshlar. Avval o köpük sayrab bəsin. Ondan biz köpükni şişib qaçılab, tush tishining qishiga akirib qo'yaylik. Bugungi kechining tushi har qanday kundagidan shirin bo'ladigan bo'ldi. Saronglig'im lofus.
Yeni ahval yüz berse, tuş bovay, baribir to'yib oladi. O, bilinmaydi. Yeni köpükning boshqa narsalardan hech qanday farqi yo'q. Amaliyotda hammalar xo'sh bo'ladi. Tush bovoymi xo'sh bo'lib ketadi. Sen bilan bog'lashiman. O xo'sh bo'lmaydi. Meningcha, bunday qilish tavakkilchilik. Ajab yaxshi bo'ldi. Balam bo'ldi. Ehtiyot qil, Lofus. Amberli, tushbishni tashlabchikan. Amberli, uni tez bo'l. Tushbishini elib ol. Amberli, tez bo'l. Bu zot neymiş? Biz yaxshisi vaqtni ching tutib, Perdetdan so'rab kelaylik. U cho'qim bu ishni biladi. U qush tushdishini nagim yeb ketganda men Perdetga demayman. Qushni ravoqqa akirganligimni, uning tushdishini o'g'irlab ketganini u bilsa, meni ahmoq deydi. Xo'sh xabar, alileri, xo'sh xabar. Men yasgan helqi temir qush tushdishini eb keldi. Tushdish qani? Hozircha qayerligini bilmayman. Podshoh alileri, men hozir uning qayerligini aniq bilmayman. Yerim yat xabarni oldimga ib keldingmi, Opik? Yomon uni to'la saqlab, taqib ketdi. Tushdishini tez akal. Bora! Podshoh alileri, deganlar bo'yicha ish qilaman. Deganlar bo'yicha. Deganlar bo'yicha. Birodarlar, Opekni 5 minut saqlab qo'yaylik, bo'lmaganda qaytaylik. Tez keling. Chapsan kelish ham vaqtida. Temir qush tushdishini qo'lga tushirib bo'ldi. Podshoh alileri uni hozirlab olib keldi deb topilgan. Men bilan yuringlar. Yuringlar. Demişki onun kendini mangıdakmiz. O bizni en cabbalık işlağı salladı. Yani kilip xatarlik işlağı salladı digina. Onun kendi kirmeyle serjat. O bizni paydalanıvatıdı. Men sening fikringa hargiz qo'shilmayman, uzun tura. Mangayli. Salam şakichiklar. Salam Perdet. Teştiribsan Perdet. Perdet, sana deydigan bir ish bor edi. Mening bir og'inam bir narsani yutirib qo'yibdi. Amaliyotda uni qush o'g'irlab ketibdi. G'alatilik gap qilsan-ku. Nima yutib ketdi? Bilmaydi ekanman, bir yumaloq narsa ekan. Qanchalik sho'ng'liqdagi narsa? Tushdishidek bor. Mundaq deyin. Qushlar undaq narsalarni qo'yib yushirib qo'ydigandi. Do'stimning shuni bilgisi bor. Izlayotgan edik. Sizlarning o'rninglarda men bo'lsam, do'stinglarga o'rmonni izdanglar deb maslahat berar edim. U yerdagi qiyolar bektik. Qushlar balkim uni tuxummikin deb ostiga bosirib yetib olishi mumkin. To'g'ri, rahmat sana Perdet. Do'stim sana jazman rahmat aytadi. Rahmat sana. Rahmat. Bu gapni uningga aytib qo'yaylik. Xo'sh Perdet, xo'sh. Temir akşam. Canım temir akşam. Canım kuşum. Xo'jayiningning qishiga qaytib kel. Men Opikning qishiga qaytib kel. Canım kuşum. Xo'jayiningning qishiga qaytib kel. Qaytib kel. Opikning qishiga qaytib kel. Qaytib kel. Qaytib kel. Canım kuşum qaytib kel. Tova Opek, toza riyazat chekding ha? Xo'p bo'ldi, bizni piyoda mang'uz o'z mashinada o'tirgandagi to'ysin. Chapsan qush o'zingga chek. Temir qush tushdishini tuxum deb qolgan o'xshaydi. Bosib yetyapti ali. Tez al. Chapsan al tez. Ali. Yig'lab ketadigan bo'lsam, bag'anda onun bilan hisoblashmay qo'ymayman. Yiqilib o'lsang kimni hisob olasan?
Lekin uning bizga buyruqbozlik qilishiga haqqi yo'q. Omborli qara, u ovuyadi ekan. Sur'atni tezlat. Lofus, tez bo'l. Diqqat qil. Mazmut tur. Angla. Bu bir yaxshi fursat. Sizlar qiyog'i yomishni obdan o'rganinglar. Qandoq chiqamanki, qaranglar, ha? Ilmi yaxshi, u oldimizda chiqib ekan. Agar qush achchiqlansa oldi bilan uningga chiqiladi. Uzuntra, lekin u bizning ustimizga tushidi. Ular ketgich yo'shirinib turaylik. U qushni ularni izlab yetibdi. U qiya butunlay o'rilib tushdi. Endi u yerga chiqamaydigan bo'ldi. Qaranglar birodarlar, tosh qo'lida deblar belimizni qo'yvasak bo'lmaydi. Chiqadigan boshqa yo'l topaylik. Taqattirli yo'l bor. Mana o'ylaganimdek bo'ldi. Avval o'mlab kiraylik, ondan bir amal qilib, qiyog'i yamishib qush uvusiga chiqaylik. Zarbidarlar, olg'a! Oldi tarafga qaranglar. Bu bizni o'dil g'alib yo'liga boshlab bordi. U sarang bo'pti. Men tushunaman, sen tushunasan. Biroq u Mayli. Yo'q. Ularning nim qilgani bu? Tez qoch. Qayerga boramiz? Yezibdi qambarli. U bu yana dengiz suvi buzuytamikin deyman. Yo'ldan o'tib ketyaptim. Yordamim kerakmi? Yetbek obdan bo'ldi. Bizni ag'ash ketdi. Yo'pirmoqchi chiqaringlarmisa? Og'inanglar qushni tepibdimi? Men qiyin masalaga duch kelganda uni mushu parasat kallamga taydim. Hali qilaman. Buni hamma bir kun dunyo e'tirof qiladi. Yutkin amaliyoti tushdish edi. Uni og'inam emas, men yutirib qo'ygan. Menga aytib qo'yganing yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa bilmay qolar ekanman. Uçup gitti. Bu ne degan yaxshi natija. İki tömür qush jup bo'lib uçup gitti. Shtejini bana tashlab ketib qoldi. Perdet qilib yaxshi qilib ekanman. U allaqachon bilib bo'lgan bo'lmay, sen yolg'onni qamlashtirmaydi ekansan. Beshimizga kun tushganda uning oldimizda paydo bo'lishi hargizmi tasodifiylik emas. Bu xiyolimga kashmabdi. Ajab tatlı uxlabdı mən. Ruhim urğub durdu. İşler joyidimi? Shundoq efendim. Amaliyotda bu chin gap emas. Biz o'rmonda bir qushni uchratdik. Bek yaxshi sayraydi ekan. Lekin siz xurish tanishganda ehtiyot qilinglar deb ogohlantirgandingiz. Buni tushuntirishga uzun vaqt ketadi, Lofus. Shundoqmi? Shundoq. Bu yana bir qatimla qalbini qachish oldi, Opek. Tez hayda. Endi qaytimiz. Menga to'la buyruq tushami, birovik. Qushqira. Biz hangizmi haqiqiy hurlikka erishamiz.